Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Biz Urganch shahar markazida Mehribon Tela'ning to'g'risida 5 qavatli domimizni ikkinchi qavatida 3 xona sotib chiqdi. Bunday yana bir 50 metr chiqsak Mehribon Tela'ning yo'lini chiqamiz. Arzon bahoda. Esa birgalikda ko'rib chiqamiz. Ketdik. Aziz yurtdoshlar, ikkinchi qavatga keldik. Aytib o'tganim 5 qavatli domimizni ikkinchi qavatida 3 xona, xonalari denli, hojatxona bo'lmasam denli. Eshiklarimiz turistik yaxshi eshikdan sifatli qo'yilgan. Podyezdimiz tinch, qo'ng'ishlar ajoyib. Bismillahirrohmanirrohim. Giraversimiz. Prixожий местamiz. Umumlik qo'yilgan. Bu yerda nasossiz suv yaxshi keladi. Doğrumuzda bir zal, bu yan tarafımızda yana bir zal, chap yanimizda spalni. Bu yanda veranda, kuxni, hojatxona, giraverish qismimiz. Zalimiz. Devorlarimiz fonda, kofer chapilingan, akkuratli perdelerimiz osilgan. Konditsionerlarda geliştirilse qoladi. Yana bir zalimiz. Bu yerda spalniyat qo'yib ekan. Kirgizda tashalangan, aynalarimiz almashgan, plastik podokонникlar qo'yilgan. Bu yanımız spalni. İkinci qavat. Şuradan da 50 metre çıkılsa Mehribonni eldine çıkıladı. Mehribon Tela'ni. Bir yerimiz vanna joyimiz. Bir yerimizde şimdi polkat qo'yib ekan. Bu yanımız hojatxona. Bu yerimiz oshxona. Bu yan tarafımızda 2 metre 6 metrelik verandamız. Ben şimdi baland turadigan yer qo'yib ekan. Oynamız almashgan, plastik podokонникlar qo'yilgan. Bu yan tarafımızda polka yetib, zamonaviy kotel, aerofil yaxshisidan qo'yib qo'yibdilar. Aziz yurtdoshlar, bahosini aytib o'tsam, 420 million so'm arzon bahoda, tochka zo'r, Mehribon Tela'ning to'g'risi yo'lni usti, ikkinchi qavat yanada ходовой. Aziz yurtdoshlar, ekrandagi nomerlarni chiqaverasizlar, keyingi roliklar sog' omon bo'linglar, ishlaringiz omad.